O'zbekiston chempionatida hakam qovun tushirdi. Superliga doirasidagi Qo'qon 1912 Nasaf uchrashuvida Rustam Lutfullin Qarshi klubi darvozasiga 11 metrlik jarima zarbasi belgiladi. Ushbu bahsli penalti hakamlar tomonidan rasman xato deb topildi. Lutfullinning adashgani nafaqat o'yin natijasiga ta'sir qildi, balki murabbiy Ro'ziqul Berdiyevning chetlatilishi bilan yakunlangan janjalga sabab bo'ldi. Bunday vaziyatda Miroslav Kloze bilan bog'liq mashhur voqea yodga tushadi. 2015-yili Lazio safida Napoli darvozasiga qo'li bilan gol urgan Kloze hakam xatosidan foydalanib qolishi mumkin edi. Biroq u hakamga borib qoidani buzganini tan olgan va golni bekor qildirgan. Qo'qondagi bahsda hakam o'z qarorini qayta ko'rib chiqqanida yoki Silvanus Nimeli Kloze kabi halollikni ustun qo'yganida o'yin janjalga aylanmasdi. Futbolda hakam adashishi mumkin, ammo xatoni vaqtida tan olish ortiqcha yo'qotishlarning oldini olishi mumkin. Futbolda g'alabadan ham yuqori turuvchi qadriyatlar bor. Zero hakamlar ham inson, ular ham adashishi mumkin. Lekin Kloze aytganidek, biz futbolchilar ularga yordam berishimiz, futbolni halol o'yinga aylantirishimiz kerak. Chunki futbol tarixida faqat hisoblar emas, mardonavor harakatlar ham muhrlanib qoladi. Ushbu voqea haqida sizning fikringiz qanday? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.